O'ng tomonimizda mana tomchilatib sug'orish bilan plyonka ostiga mana ekilgan makka jo'xori. Bu yerda 4 gektar. Makka jo'xorini ham oddiy makka jo'xori emas, bu yerda urug'lik uchun ekilgan. F1 avlodini yetishtiryapti. Onalik, otalik formalari alohida qilib ekilgan. Bundan tayyorlangan urug'larni ham fermerlarimizga bemalol tavsiya qilsak bo'laveradi. O'sha Turkiyadan kelayotgan, Xitoydan kelayotgan urug'larga nisbatan 50% gacha arzon qilib yetishtirib beraman deyapti. O'tgan yil ham ekkan urug'ini ko'rdim. Haqiqatda juda yaxshi, tekis bir xilda bo'lgan. Hurmatli hamkasblar, mana bugun biz Quva tumani Zoirjonobod dasht hududidagi Shuhrat Zokirjon fermer xo'jaligini yer maydonlarida turibmiz. Mana bu maydonda 5 gektarga makka jo'xorini Titan navli, ya'ni F1 gibrid urug' olinadigan maydonda turibmiz. Bu maydonda mana tomchilatib sug'orish texnologiyasi to'liq joriy qilingan. Makka jo'xorini 6 qator onalik, 2 qator otalik qilib ekkanmiz. Birinchi yili hozir bu bo'yi 270 atrofida bo'ladi. Dehqon urug'ini berganimizdan keyin bo'yi yiqilmaydi, bo'yi 4 metrgacha bo'ladi. F1 urug'i 4 metrgacha bo'ladi. Yiqilmaydi, hosildorligi baland. Biz bu yerda nafaqat makka seleksiyasi, bodring seleksiyasi va hozircha pomidor seleksiyasi ustida ham ishlayapmiz. Bodringda bir 14 xil navini sotuvga chiqarganmiz. Hozir ko'rsatamiz. Hurmatli hamkasblar, demak biz o'sha Shuhrat Zokirjon fermer xo'jaligini bodring ekilgan maydonidamiz. Bu maydonda ham xuddi o'sha makka jo'xorini ko'rsatganimizdek plyonka ostiga tomchilatib sug'orish lentalari tortilgan holda yetishtirilyapti. Bu ham urug'li maydon. F1 avlodi olinadi. Hozirgi bu turgan joyimizda navi, demak meva navli bodring ekan. Buni yetishtirish texnologiyasi demak mana tomchilatib sug'orish, plyonka tepasida maxsus setkalar tortilgan. Ortiqcha harorat, ultrafioletli nurlarni qaytarish, ya'ni kasalliklarni oldini olish maqsadida tortilgan. Bu maydonimizga o'xshagan maydonlarda, demak takroriy maydonlarda ham qo'llab ko'rsa bo'ladi. Takroriy ekin sifatida ham xuddi mana shu texnologiya asosida makka jo'xorini, bodring, pomidor va boshqa ekinlarni ham yetishtirish mumkin. Ekish uchun mana oddiy o'zimiz o'sha chigit ekadigan stelkalarda bemalol ekib plyonkasini tortish mumkin. Plyonkani mana paxtadan o'zimiz tajribada ko'rdik. Demak, hosildorligi yuqori, ertaki ham begona o'tlardan ancha himoyalangan holatda bo'ladi.